Farzandingizga o'zi yoqtiradigan faoliyatni topishga qanday yordam berish kerak? Bolalik bu tajriba va izlanish vaqti. Ota-ona yordam berishi mumkin bo'lgan yagona narsa o'zini va o'z manfaatlarini o'rganish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishdir. Farzandingiz sevimli mashg'ulotini bir marta va umuman topa olishini kutmasligingiz yoki umid qilmasligingiz kerak. Bu vazifa har bir katta yoshli odamning qo'lidan kelmaydi. Qulay muhit orqali qiziqish va qiziqishni o'rgating. Uni turli tadbirlar bilan vizual ravishda tanishtiring. Birgalikda balet va futbolga boring, kontida uching va changi uching, qo'shiq ayting va rasm chizing. Farzandingizning ko'zlarini nima yoritayotganiga e'tibor bering. To'g'ridan to'g'ri savollar bering. Nima qilishni xohlaysiz? Sizga nima ko'proq yoqadi? Ammo esda tutingki, bu yoshda bolalar har doim ham nimani yoqtirishlarini tushuna olmaydilar. Dars yoki o'qituvchi yoki raqs uchun chiroyli liboslar. Bir nuqtada bola muqarrar ravishda qiyinchiliklarga duch keladi. Ushbu bosqichda uni qo'llab-quvvatlang. Undan o'qishni davom ettirishni istamasligini engishga nima yordam berishini so'rang. Unga qanday yordam bera olasiz? Uning rad etishining sababi nima? Agar bola davom etishni istamasligiga mutlaqo amin bo'lsa, uni majburlamang.